Dahi yo'lboshchi o'z xalqi orasida dushman yaratuvchi emas. Düşmanlarni do'stga aylantiruvchi mahoratga ega kishidir. Dahi tarqoq va intizomsiz to'pni birlashtiruvchi va intizomli kuchga aylantiruvchidir. Dahi shaxsiy istaklarini axloq o'lchimi bilan kontrol qila oladigan iroda va oliyjanoblikqa ega kishidir. Dahi o'z xalqining diniy va milliy qimmatlarga vakillik salohiyatiga ega kishidir. Dahi yo'lboshchining eng muhim alohidaligi odatdagi kishilar o'ylab boqmagan yoki o'ylashga jur'at qila olmaydigan fikrlarni o'ylay oladigan, odatdagi kishilar qila olmaydigan yoki qilish imkonsiz degan ishlarni qila oladigan jasoratga ega bo'lishidir. Shunga hamma millatlarning tarixi dahi yo'lboshchilarni markaz qilgan asosda yoziladi. Birinchi, Olib Ertuğ'a. Olib Ertuğ'a Uyg'urlarning eng qadimgi jasur dahisi va xaqoni bo'lib, Parischa Afrasiyab degan nom bilan mashhur bo'lgan Turan podshohi. Taxminan milodidan burungi 690-yillari ona vatanimizda tug'ilgan. 653-yili İran shohi Navruzni tirik tutib kelib, İran bilan Turanni birlashtirib, necha yuz yillik İran Turan urushini tugatgan. Keyingi yili dadisining o'rniga qolgan bo'lgan. İran va G'arbiy Osiyoga 28 yil hukmron bo'lgan. Milodidan burungi 624-yili İranlıklar tarafidan qasdga uchrab vafot bo'lgan. O Uyg'ur tarixidagi rasmiy tarixga ismi aniq xotirlangan tunji buyuk xaqon bo'lib, millatimizning Turan zaminidagi keyingi ming'yillik mavjudligiga asos solgan buyuk harbiy qo'mondan. Qarxoniylar xon jamoati dal mushu ulug' zotning pushtidan deb qaraladi. Uyg'ur xalqi Olib Ertuğ'a ve Nevrisi Tomarisni hürmet bilen yad etib kelmekte. İkinci, Batur Tanrıqut. Batur Tanrıqut miladidan burungi 2009-yili Büyük Hun imperiyasining taxtiga chiqib, Osiyodagi eng qudrat topgan davlatni qurib chiqqan va Xan sulolasining beqindi qilib olib, Urxun dalasining 7 asr ajdodlarimizning tayanch zimini bo'lishiga asos solgan. U vafot bo'lish oldida Sadichinning sirtidagi bütün o'qiyotchi qavmlarni bir oylik qilib uyushtirgan. Nomi jahonga pur ketgan Batur Tanrıqut barliq dushmanlarini mag'lub qilib, o'g'li Kun Tanrıqutga 4 xil ranglik jang otlari bilan qurollangan 1 million askarni miros qoldirib, milodidan burungi 174-yili Tuman Baliqda vafot bo'lgan. Hozirmi uning 10lik urush sapshakli Türkiye Harbiy muzeyida alohida ko'zga cheliqib turmoqda. Uyg'urlar keyingi davrlarda Batur Tanrıqutni yodlab Oğuzxon dastonini ijod qilgan. 3. Atilla. Yevropani titratgan, Rim imperiyasini bo'ysundirgan buyuk Tanrıqutimiz Atilla milodiy 406-yillari atrofida İddil daryosi bo'yida tug'ilgan. 434-yili Atilla taxtga chiqqandan boshlab Yevropa Hun imperiyasi dunyodagi eng qudratli imperiyaga aylangan. Yevropa tarixchilari Atillani misli ko'rilmagan tajovuzchi va zolim sifatida tasvirlagan bo'lsa, Uyg'urlar Atillani tangdossiz milliy qahramon sifatida yodlab kelmoqda. Tanrıqut Atilla 453-yili Rimliklarning suiqasdi bilan olamdan o'tgan. 4. Ay Ojro. Milodining 487-yili Mongoliya dalasidagi Uyg'urlarning bir qismi Börkli qabilasining xoni Ay Ojroning yetakchiligida Jorjanlarga qarshi isyon ko'tarib, Tangir tog'larining shimoliy qismiga ko'chgan. Shu qitim Oltoy orqali g'arbdagi Beshpaliqqa ko'chgan Uyg'urlarning soni 600 ming bo'lib, 120 ming oiladan iborat edi. Urushda Uyg'ur xoni Ay Ojro Jorjan Qag'ani Tolunning qo'shinlarini tarmar qilgan.
Uyg'urlar shu yili Beshbaliqdagi o'z qarindoshlari bo'lgan boshqa Uyg'urlar bilan birlashib, tarixda Qanqil xonligi deb atalgan Uyg'ur xonligini qurgan. 60 yil hukm surgan bu Uyg'ur xonligining poytaxti Manas atroflarida bo'lib, territoriyasi shimolda Altay, sharqda Qumul, g'arbda Sayram ko'li bo'yigacha, janubda Qori shahar, Lopnor atroflarigacha so'zilgan. Ay Ojro halqiliq paytlarda Uyg'urlarning mavjudligini saqlab qala olgan jasur qag'an va siyosiy dahidir. 5. Tümüt İltabir. Tümüt qag'an yağlıqar urqidan bo'lgan mashhur Uyg'ur xoni Tuğla Uyg'ur xonligini qurgan Bosat Tekinning o'g'li edi. 636-yili otasi qazo qilganda Tümüt qag'an o'rniga chiqib Tümüt İltabir xaqon deb atalgan. O Uyg'urlar tarixidagi mashhur siyosiyon bo'lib qolmay, yana Urxun Uyg'ur qag'anligiga asos solgan kishidir. 648-yili Tang sulolasining suiqasd planlashi bilan o'ldirilgan. Tümüt İltabir Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarda ustunlikni saqlay olgan va Uyg'urlarning milliy mavjudiyati uchun zo'r to'p qo'shgan dahi va yo'lboshchi bo'lib hisoblanadi. 6. Bayanchur qag'an. Bayanchur qag'an Orxun Uyg'ur qag'anligining ikkinchi navbatlik xaqoni bo'lib, Uyg'urlarning Osiyodagi eng qudratli kuchga aylanishida cho'ng rol o'ynagan. 750-yildagi Talas urushidan keyin Bayanchur xaqon Tang sulolasining O'rta Osiyodagi ta'sirini butunlay surib tashlagan. Xitoy Tang sulolasi Bayanchur xaqon davrida Uyg'urlarga qaram bo'lib, seliq to'laydigan ahvolga tushgan. Bayanchur xaqon 759-yili vafot bo'lgan. 7. Bilgi Tunyoqoq. Bilgi Tunyoqoq Uyg'ur tarixida nihoyat muhim o'rinda turadigan danishmand yo'lboshchi va harbiy strategiyachi bo'lib, 3 avlod Köktürk xaqoniga va tunji avlod Urxun Uyg'ur xaqoniga bosh danishmand bo'lgan. Tunyoqoq keyingi Köktürk xaqonligining asliga keltirilishi va Uyg'ur xaqonligining tiklanishi uchun zo'r to'p qo'shgan milliy qahramon. Hozirgacha yetib kelgan Ko'ltekin Manguteshi, Bilgi qag'an Manguteshi, Tunyoqoq Manguteşining yozg'uvchisi. Xitoylarning Abdi Bashirisi haqida bizga birinchi qo'l materiallarni yetkazgan siyosiyon. 120 yoshida Xitoyga qarshi 27-qatimliq jazo yurishiga qo'mondonlik qilgan. 8. Pantekin. Uyg'ur shahzodasi Pantekin yana Manglik Tekin deb ataladi. 840-yili Uyg'ur Urxun xaqonligi og'dirilib, Uyg'urlarning mavjudligi xirisga duch kelgan paytda Uyg'urlarning bir qismini boshlab g'arbga ko'chgan buyuk yo'lboshchi bo'lib, Uyg'urlarning g'arbdagi qarindoshlari bilan birlashib, Idiqut va Qarxonilar sulolalarining qurilishi uchun asos solgan. Pantekin Uyg'ur tarixidagi eng buyuk dahilardan biri bo'lib, Uyg'urlarning keyingi 1000 yillik mavjudligi uchun asos solgan. 9. Sultan Ustuq Bug'raxon. Sultan Ustuq Bug'raxon Uyg'ur tarixidagi davr bo'lgich ta'siriga ega mashhur siyosiyon va dahi bo'lib, 932-yili islom dinini davlat dini qilib jakarlab, tunji Türk islom davlatini borliqqa keltirgan. Sultan Ustuq Bug'raxon Uyg'urlarning musulmon bo'lishiga emas, balki bütün Türk xalqlarining musulmon bo'lishiga zo'r ta'sir ko'rsatgan. Keyingi musulmon Türk imperiyalarining qurilishidan tortib, Osman imperiyasining Yevropani bo'ysundirishiga qadar Ustuq Bug'raxonning ta'sirini ko'rib olg'ili bo'ladi. 10. Barchuk Artekin. 1218-yili Chingizxon g'arbga yurish qilganda Idiqut Barchuk Artekinmi bu yurishga ovoz qo'shib, bütün Qarxonilar tavasini ishg'ol qilib turgan zolim kuchlik xonni o'ldirib, Tarim vodisidagi qarindoshlarini zulmdan xalos qilgan.
Uyg'urlar qatnashgan barliq janglarda shaharlar va bo'stonliqlar ancha ziyonga uchirmagan. Avam xalqmu behuda qirilib ketmagan. Barchuq Ortekin yana 1227-yildagi Tang'utlarni taslim qildirish urushida zo'r töhfa ko'rsatgan bo'lib, Chingizxon hech qanday elga bermagan imtiyozni idiqutga bergan. Ya'ni Uyg'ur davlati mustaqil holatini qonunliq saqlab qolgan. Barchuq Ortekin 1235-yili vafot bo'lgan. U Uyg'urlarning keyingi mavjudiyati uchun asos solgan Uyg'ur yo'lboshchisi hisoblanadi. Barchuq Ortekin bilan o'xshash davrda yashab, Mo'ng'ullarga el bo'lib, eng oxirgi O'rus saltanatini saqlab qolgan Aleksandr Yaroslav hozirgi Rossiyadagi birinchi darajalik milliy qahramon deb ataladi.